Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga yangi olgan gullarimni va gullarim uchun foydalanadigan ozuqalarimni ko'rsatmoqchiman. Bugun bozorlik qilgan chiqqanimda mana shu 3 ta gulni oldim. O'zi faqat qarab o'taman degan edim, tomosha qilib 3 ta gulga ko'zim tushib, mana shu 3 ta gulni oldim. Juda ham yaxshi ko'rdim. Menda bundan kattasi bor edi. Qishda ishqib yaxshi qarolmadim, nobud bo'ldi. Jannatga ravona qildim desam, bu zolotoy ribka guli deb berdi, lekin men bu gulni esxenantus guliga o'xshatdim. Bu esxenantus guli o'zi aslida bozordagi gulchopalar uni zolotoy ribka derkan. Endi kim bilar shuni deb. Esxenantus mana shuni qora gullaydi. Shuni oldim va xoya karnoza sorti bu, oq tochkalari bor va yana bitta xoya bu qizil barg chiqarib, keyin mana shunday varigatniy bo'lib ketar ekan. Mana shu sortidan yo'q edi, anchadan beri qidirib yurgan edim. Hali buni tuvaklarini tozalamadim ham. Tozalaganim yo'q, teginganim yo'q. Endi tozalab, tuvaklarini almashtirib, keyingi videorolikimda chiroyli tuvaklarga ekib olaman. Bu gullarni har doim aytganimda narxini aytish esimdan chiqib ketadi. 40 ming so'mdan sotayotgan ekan, 35 mingdan qilib beraman dedi. Tanish gulchopamligi uchun 30 ming so'mdan berdi bu gullarni. Mana bu gulga hozir men hayron qoldim. Tagiga kislisa guli bo'ladi-ku, kapalak guli. O'shani urug'i tushgan ekan. Mana taglaridan rosa ochilib, mana g'unchalari ham bor. Kislisa gulini. Hozir yopilib turibdi, kechki vaqt bo'lgani uchun ertalab ochiladi bu. Mana oralaridan ham bor kislisa guli. Kislisa gulini mana g'unchasi ham bor ekan. Mana uzun bitta barikchasi ham bor ekan. Tagiga urug'i tushganmi kislisa gulini? Teplisada bari gul ekishadi-ku. Ana shu vaqtda ekkan vaqtda urug'i tushgan ekan-da buni. Mana bu gulim va gullarimga foydalanadigan ozuqalar bu MPK 2020, 1340-13, Kimira Lux. Gullarim havo almashganida stressga tushmasligi uchun har hafta yantarniy kislota mana shunda sprey qilaman. Juda ham nobud bo'layotgan gullarimga mana shu epin vositasidan foydalanaman. Qishda eng ko'p foydalangan narsam bu qishda dori ozuqalar berilmaydi-ku, shuncha aptekadan vitamin B12 olib keldim. Hamma gullarimga mana shundan qishda foydalanib chiqdim. Foydasini juda ham zo'r bildim. Sizlarga ham maslahat beraman. Bittasi 1 litr suvga bitta ampulla foydalanadi. Men mana shuni lukka 10 litr suvga solib hamma gullarimga berib chiqaman. Mana shu pachkani o'zini. Keyin gullar kasallangan, tomirlari chiriganda, kasallanganda gullarni olib yaxshilab yuvib, mana shu fitosparen M'da lechiniya qilib davolab olsa bo'ladi. Shunga solib qo'yamiz 2 soatga. Kasallangan tomirlarni davolab, chirishlarni oldini oladi va bugun gullarga qo'shib monokaliy fosfat olib keldim. Xudo xohlasa ertaga gullarimni bargiga sprey qilib chiqaman mana shu bilan. Gullarni bargiga juda ham katta foydasi bor buni. Mana shunaqa qilib gullarni yam-yashil bo'lib chiroyli barglarni chiroyli holatga kelib turishiga mana shu yordam beradi. 1340-13 bu tomiri zo'r o'sishiga, bargi zo'r rivojlanishiga va gul zo'r ochilishiga juda ham zo'r foydasi bor. Buni ham shunday. Bularni men bitta daftar ro'yxat tutib olsangiz adashmaysiz. Har 15-20 kunda navbatdagi berib chiqsangiz gullaringiz o'sishi, rivojlanishiga, immunitetlar ko'tarilishiga juda ham zo'r foydasi bor bu gullarni. Men foydalanadigan dorilar mana shulardan iborat. Olgan yangi gullarim va sanseveriya gulini tuprog'i haqida so'rashgan ekan. Sanseveriya gulini tuprog'i mana menda perlit, vermikulit, dervisniy ugl va torfdan iborat. Biogomos ko'p foydalanmayman, chunki biogomosda chuvalchanglar rosa ko'p bo'ladi, ham tuxumlari ko'p bo'ladi, tagidan lichinkalari. Foydalansangiz ham duxovkaga yaxshilab qizdirib keyin foydalaning. Yo'q, quyoshga qo'yib qo'ysangiz ham ichidagi chuvalchanglar nobud bo'ladi.
Mana bu ham shunaqa to'proq va bu ham shunaqa to'proq mana. Hamma to'prog'im yaxshi, yengil, rixli to'proq tayyorlab olganman. Eng katta gul uchun bu yaxshi yengil to'proq tayyorlab olsangiz, hamma gullaringiz zo'r o'sib, ko'zingizni quvnatadi. Hamma gap to'proqda va berayotgan ozuqalaringizdan to'g'ri foydalanishda. Ozuqalar berayotganda men shu daftardan foydalanaman. Qanday ozuqa berganimni chislama-chislo yozib ketaman. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Daftarga, chunki esingizdan chiqmaydi. Buni berdimmi, yo'qmi deb qolmaysiz. Navbatdagi yozib chislama-chislo qo'yib ketsangiz, gullarga dori berishda umuman qiynalmaysiz. Bugungi tayyorlagan video roligim shundan iborat edi. Yangi gullar olganimda o'z xursandchiligimni sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Endi bularni ertaga cho'miltirib, tuvaklarni tozalab artib olaman va kelasi haftada osiladigan tuvakchalarga chiroyli qilib ekib olaman. Bugungi tayyorlagan video roligim shundan iborat edi. Videom yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog'-salomat bo'lingizlar. Hammangizni o'tgan hayit ayyomlaringiz yana bir marta muborak bo'lsin.